Amir avtosavdo kechki bozorida sizlar uchun ideal holatda yaxshi Nexia 2 mashinasi kelib qoldi. 2016-yil 197 ming kilometr masofani bosayotgan Euro Sonus Lux konditsionerli varianti o'qila. Mashinani kraskalari top-toza, bitta eshigida petnosi bor ekan, ko'rsatib o'taman. Xo'p, firma ishonchli, liboy dokument bo'ladi. Putovka deysizlarmi, oformit deysizlarmi, hammasi bo'ladi o'qila. To'rtta yangi yumshoq baloqlar qo'yilgan, baloq holatlari ham zo'r holatda turibdi. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham zo'r holat turibdi. Zavodskiy sidina holatlari ham urinib qolmagan, zo'r holatda. Ko'rli solingan 197 ming probeg, konditsionerlar bor. Temir gaz ballonli uстановka qilingan, texnik holatda hech qanaqa muammosi yo'q ekan o'qila. Mashina yaltirab, olov bo'lib turibdi. Qirilgan, shilingan joylari ham yo'q. Bitta mana shu eshigini ruchkasini pastida petnosi bor ekan, qolgan joylari top-toza deyapti o'zini uchun. Tekshtirib, prerka qildirib olasizlar. Okamiz bilan narxini tortishib bo'ladigan narx deyaptilar. $5400 baholaydi. $5400 ga 2016-yil 197 ming probegda yurgan Nexia 2 mashinasi.